Turkmaniston bayrog'i va transparentlarni Times maydonida 5 nafar amerikalik turkmanlar ko'tarib chiqishgan. Ularning bir daraja sovuqda ko'chaga chiqib norozilik namoyishini o'tkazishlariga mana bu suratdagi o'smir o'limi turtki bo'lgan. U 14 yashar turkmanistonlik dzyudochi Sulaymon Tursunboyev. Biz Sulaymonning ota-onasini qo'llash uchun bu yerga keldik. Ular hozir Turkmanistonda o'z huquqlarini talab qilishdan mosuvo, deydi namoyish ishtirokchilaridan biri. Zakonные права. Sulaymon Tursunboyev sportchi edi. 14 yashar bu yigit fevral oyi boshida o'tgan chempionatlardan birida raqibi Turkmaniston prezidenti qarindoshiga yutqazib berishga ko'nmagani ortidan vahshiylarcha o'ldirilgan, deydi namoyish tashkilotchisi, Turkmanistonlik migrantlar faoli va Turkmanistondagi rejim tanqidchisi Olga Chariyeva. Turnirda bellashuvdan oldin uni ogohlantirishgan va jangda raqibiga yutqazishi shart deyishgan, lekin u ko'nmagan va jangda yutib birinchi o'rinni egallagan. Достойно выиграл этот бой. Namoyishga chiqqanlarning ishonishicha, qotillikka Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov qarindoshlari aloqadorligi bor. Shu bois yosh sportchi o'limi tafsilotlari mamlakatda odatdagidek yashirilyapti. А почему никто не расследует это дело? Почему? Nimaga hech kim bu ishni tergov qilmayapti? Nimaga? U odam emasmi? Tushunmayapman. Nima? U biror jinoyat qildimi? U o'z haqqini bermadi. Ularning yo'rig'idan yurmadi. Bu yerda adolatsizlik bo'lyapti. Qonun oyoq osti qilinyapti. Kim uchundir qonun bor, kim uchundir yo'q. Aholining 2% uchun qonun yo'q, lekin 98% uchun qonun ham, barcha taqiqlar ham bor. Agarda boshqa birov shu kabi jinoyatni qilganida allaqachon jazolanadi. Marhumning o'zi boshqa bolaga barmog'i bilan ozor bergandami, uni 10-15 yilga qamashardi. Hozirgi vaziyatda ishni nega hech kim tergov qilmayapti? deya savollar ochiq qolayotganidan tashvish bildiradi norozilik namoyishining bu ishtirokchisi. Ребенка пальцем дотронулся бы, ему 10-15 лет бы дали. Men o'zim sportsmen. Men ham sportchi. MMA bo'yicha Amerikada chempionlikka erishgan sportchiman. Ismim Melis Chariyev. Agarda Turkmanistonda bo'lganimda mening boshimga ham Sulaymon chekiga tushgan kulfat tushi hech gap emasdi. Chunki men ham ularning talabiga ko'nmasdim. Birinchi o'rinni olish maqsadimdan aslo qaytmasdim, deya u yerdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatning xavotirligiga ishora qiladi yana bir namoyishchi, turkmanistonlik sportchi Melis Chariyev. Namoyishchilar ularning chaqiriqlariga jahon hamjamiyati va ayniqsa sportchilar befarq bo'lmaydilar degan umidda. Я хочу добиться внимания Turkmaniston dunyo chempioni. Men dunyo chempionlarining, u xoh MMA a'zosi bo'lsin yoki dzyudochi yoki kurashchi, barcha sportchilar e'tiborini bu ishga tortish maqsadida bu yerga chiqdim. Iltimos, Sulaymonni qo'llab ijtimoiy tarmoqlarda va imkon bor joyda chiqish qilinglar. Men uni Turkmaniston qahramoni deb hisoblayman. Mertlarcha yo'g'li shular. Я знаю, что в этом году в сентябре месяце в Turkmenistone будет проводиться. Bu yil sentyabrda Turkmanistonda velopoyga bo'yicha jahon chempionati o'tkaziladi. Shu sababli barcha sportchilarni bir narsaga chaqiraman. Hozirgi sharoitda Turkmaniston ushbu chempionatni o'tkazishga loyiq emas. Chunki bu adolatdan emas. Prezident yaqinlar ushbu ishga aralashgan va ular 14 yashar bolani shafqatsizlarcha o'ldirishgan. Buning uchun ular javob berishlari shart. Bunga erishish uchun biz Turkmanistonning jahon chempionatlariga qatnashuviga cheklov o'rnatilishini istaymiz. Мальчика, за это они должны отвечать. Надо просто сказать, люди, не надо врать или скрывать это. Это все, мы требуем, чтобы все открыто было. Bor gapni aytish kerak. Yashirish yoki aldash kerak emas. Biz oshkoralik tarafdori. Biz boshqa hech narsani talab qilmayapmiz. Qachongacha bu davom etadi? Biz hech narsa uchun mas'ul emasmiz, biz uchun hech kim mas'ul emas. Biz namoyish qilmasak, vaziyat yana shundayligicha davom etaveradi. И так и будет продолжаться, если не будем там протестовать, не будем говорить.
Xalqaro, xususan inson huquqlari tashkilotlari Turkmanistondagi ahvol o'zgarishiga ta'sir o'tkazishi uchun ham bunday norozi ovozlarga bepisand bo'lmasligi kerakligini uqtiradi rejim tanqidchisi Olga Chariyeva. Unga ko'ra, o'smir bola Sulaymon Tursunov o'limi shuni ko'rsatganki, rejimga bosim sust va u endi millatning yosh bolalariga ham shafqatsizlikni ep ko'ryapti. Живущие за границей, мы туркменистанцы, мы хотим Chet elda yashaydigan biz turkmanistonliklar ushbu namoyishlarimiz bilan xalqaro hamjamiyat va huquq faollari e'tiborini Turkmanistonga va u yerda nimalar bo'layotganiga qaratmoqchimiz. Afsuski, bizni ko'p hollarda inkor qilishdi. Avvallari hech kim bizni tinglashni istamagandi va oqibatda ular qotillikkacha borishyapti. Buni to'xtatish kerak. Bu yillar davom etishi mumkin emas. Hozirgi prezident davlatni boshqarar ekan, bu hol davom etaveradi. Нужно остановить. Так не может продолжаться годами, пока это будет продолжаться, пока этот президент сидит во главе государства. Сняты в одной из областных больниц Туркменистана. За несколько дней до этого 14-летний борец участвовал... Mintaqadagi jurnalistlar to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, o'smir Ahal viloyatida fevral boshida o'tgan birinchilikda qatnashgan. Musobaqadan keyin Sulaymonni noma'lum shaxslar olib ketishgan. Shafqatsizlarcha do'p bosib, ko'chaga tashlab ketishgan. Uni tasodifan topganlar Ashxoboddagi kasalxonaga eltishgan, ammo u yerda bolani qabul qilishmagan. 500 kilometr olisdagi yashash manziliga olib ketishga majburlashgan. Ko'hna Urganch kasalxonasiga yotqizilgach, bemor bir necha kundan so'ng olamdan o'tgan. Sulaymon Tursunboyev o'limi yuzasidan rasmiy munosabat e'lon qilinmagan. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Solih Ahyoyev.